1xbetdan ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. To'rt xil usuli bor. Eng yaxshi usullari mana bu ikkalasi orqali. Men bir bosib o'taman, chunki oldin akkaunt ochganligim sababli. Birinchisi mamlakat. Rossiya. Qaysi davlat bo'lsangiz chiqadi, o'sha topib kiritasizlar. Keyin bu yerdan valyutani o'zgartirsak ham rubl bo'lsa, Rossiya rubli kelib chiqadi. Biz so'mda o'ynaymiz. Keyin bu yerda bonusda sport uchun yoki kazino gambling o'yinlar uchun olsangiz bo'ladi. Ikkalasini tanlaysiz. Keyin bu joyga promo kod kiritamiz. Katta harflar bilan VIP 555. Mana bu yerdan ptichka qilamiz. Bu joydan kapchadan o'tishimiz kerak. Zanapoyada tanlaymiz. Bu kapcha to'g'ri belgilamaydi. O'shaning uchun mana bu yerdan o'tkazib ikkinchi kapchani topishimiz kerak. Mana shu to'g'ri belgilaydi. Bu yerda avtobus deyapti. Belgilaymiz. Agar yana chiqsa yana belgilaymiz. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Xatolik bo'ldi yana. Piyoda o'tish joyi deyapti. Tanlaymiz. Mana ro'yxatdan o'tib oldik. Mana bu joyda login bilan parol beryapti. Ikkalasi. Mana. Buni biron joyga yozib qo'ying yoki skrinshot olib qo'yish kerak. Bu eng kerakli narsa. Esdan chiqmasin. Keyingisiga bosamiz. Sirasi akkauntimizga olib o'tadi. Bu joydan shaxsiy ma'lumotlar degan joy turibdi. O'shanga bosamiz. Keyin bu yerdan mana bu joyga bosamiz. Bu yerdan masalan telefon raqami olib qo'yishingiz mumkin. Bu yerdan qalamchani to'ldirishimiz kerak. Telefon raqamini kiritasiz. Kod yuborish bosasiz. Agar oldin telefon raqamingiz ulangan bo'lsa, bir ikkita akkauntingiz bo'lsa, bularga tenmaysizdan faqat shaxsiy ma'lumotlar to'ldirib qo'ysangiz ham, hisob to'ldirish, pul chiqarish muammoga duch kelmaysiz. Kerakli joylarni tushuntirib o'tkazaman. Bu yerda pasport tanlaysiz yoki milliy. Agar yangi shunday qilish pasport. Keyin bu yerga pasport seriya. Shundan keyin 4 ta raqam yozasiz pasport seriyadan keyin. Bu yerga hujjat raqami deyapti, 14 ta raqam yozasiz. Pasport tomonidan bo'ladi. Agar sizlar yashil pasport bo'layotgan bo'lsa, pasport hozir namuna ko'rsataman. Xo'sh, mana. Oxiridan ikkita son tashlab 14 ta raqamni ko'chirib olasiz. Pasport seriya mana bu joyda va berilgan sanasi bu joyda bo'ladi. Mana berilgan sanasini topib kiritasizlar. Kim tomonidan berilgan deyapti, bu pasportda yozib qo'yilgan. Agar masalan shahar bilan saqlash tugmasini bosamiz. Bu qalamcha yo'qoladi, barchasini saqlab qo'ysak bo'lganidan keyin, agar bir ikkita qolib ketgan bo'lsa, tugmani to'ldirib saqlash tugmasini bosasiz. Keyin bu yerdan bemalol hisob to'ldirishga o'tsak ham bo'ladi. Mana burchakdan nastroyga o'tamiz.
Keyin mana bu joyda mana xavfsizlik sozlamalari degan joy turibdi. Uni shuni tushuntirib o'taman. Telefon raqam ulash shart emas. Agar xohlasangiz ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Yashirin savol kerak emas. 2 avtorlik. Bu masalan birovning nomerini ulab qo'ysangiz, masalan uydagilarning nomerini kod so'rab yurmash uchun mana shuni yozib qo'ysangiz 2 avtorlikda o'shandan kodda pul chiqarishni bemalol qilsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, endi buni yoqib qo'ysangiz o'zi faollashtiriladi. Endi muhim emas bu joylari. Mana hisob to'ldirish, pul chiqarishingiz mumkin bemalol. Telegram kanal manzilini video ostida va kommentariyada qoldiraman. Keyin kimda qanday savollar bo'lsa yozishlaringiz mumkin kommentariya bo'limiga.